Assalomu alaykum muhtaram Shavkat Miromonovich. Siz boshchiligingizda keyingi yillarda O'zbekistonimizda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarning ijobiy natijalarini tan olmasdan iloji yo'q. Ayniqsa joriy yilning 3-4 aprel kunlari tarixiy Samarqand shahrida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlarining rahbarlarining sammiti bo'lib o'tishi yuqoridagi ishlarning yaqqol dalilidir. Ammo respublikamizda siz tomoningizdan demokratik islohotlar, ochiqlik siyosati olib borilayotgan bir vaqtda ayrim mutasaddi rahbarlarning sizning ta'biringiz bilan aytganda g'o'dayib qonunga amal qilmayotganliklari fuqarolarning haqli e'tiroziga sabab bo'lyapti. Siz tomoningizdan huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvlarda ularga xalqning e'tirozlari bo'yicha bergan topshiriqlaringiz bajarilmasdan o'z holiga tashlab qo'yilmoqda. Bu o'z navbatida xalqning rahbariyatdan norizo bo'lishiga olib kelyapti. Men Bozor Muhiddin Xo'jamurodovich 1958-yilda Peshku tumani Buxoro viloyatida tug'ilganman. Ko'p yillar Peshku tumani hokimligi va boshqaruv organlarida ishlab kelganman. O'g'lim Bozor Muhammad Muhiddinovich 2019-yil iyundan 2023-yil dekabrgacha Peshku tuman soliq inspeksiyasida boshliq o'rinbosar lavozimida ishlagan. 2021-yil 4-martda Peshku tuman soliq inspeksiyasiga Kamolov Azamat degan shaxsning rahbar bo'lib kelgandan keyin mart oyida 1-kvartalning yakuni hamda oyning yakunigacha har qanday yo'l bilan bo'lmasin reja topshiriqni, soliq yig'ish bo'yicha reja topshiriqni bajarish bo'yicha o'zining birinchi o'rinbosari Fozilov Jo'rabekka topshiriq bergan. Fozilov Jo'rabek tumandagi Aksioner tijorat xalq banki boshqaruvchisini Azamat Kamolovga olib kelib, tadbirkorlar orqali naqdlashtirish yo'li bilan rejani bajarishga kelishilgan. Va shundan keyin tadbirkor Shokir Mirxonovga qarashli Buxoro tumanida tashkil etilgan Buxoro ta'minot savdo MCJning 349 million so'm puli 2021-yil 18-mart kuni Peshku soliq inspeksiyasiga ko'chirib berilgan. Naqdlashtirib 8 oyga kamga olish maqsadida kelishilgan bu. Mana shu pullar 2021-yil may oyidan boshlab 2021-yil oktyabr oyining 20-gacha pensionerlardan terilib naqdlashtirilgan. Da'vogar bo'lgan Shokir Mirxonov 2021-yil may oyidan 2023-yil may oyigacha o'zining boshqa ishlari bo'yicha qamalgan va 2023-yilda qamoqdan chiqib kelgandan keyin o'sha paytda Kamolov Azamat va Jo'rabek Fozilov boshqa ishga o'tib ketganligi sababli o'g'lim Bozor Muhammadga kelib uchrashgan. O'g'lim o'sha paytda ham soliq boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlagan. U ko'chirib bergan pullarni naqdlashtirib olmaganligini aytganda, o'g'lim bu materialni o'rganib chiqib, u kishi bergan ro'yxatga asosan fuqarolarning soliqlarga pul ko'chirilganligini, bu pulni qaytarish imkoni yo'qligi haqida unga tushuntirish bergan. Shundan so'ng Shokir Mirxonov Aksioner tijorat xalq banki Peshku tuman bo'limini boshlig'i Toshib Dehqonov oldiga borgan va unga u bilan kelishilgan summani berishini talab qilgan. Toshib Dehqon o'z navbatida "Men seni tanimayman, qo'lingdan kelganini qilib, kabinetdan chiqarib quvib haydab yuborgan." Shundan keyin Shokir Mirxonov Buxoro viloyat prokuraturasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Shu shikoyat arizasiga asosan Buxoro viloyat prokuraturasida jinoiy ish ochilgan. Jinoiy ish ochilgandan keyin tergov harakatlarini olib borish Peshku tuman prokuraturasiga yuklatilgan. Peshku tumanida Peshku tuman prokurori yordamchisi G'ayrat Tolibov va Shohrux Subhonov bu tergovchi ikkovlari Kamolov Azamat hamda Jo'rabek Fozilov dehqon toshlar bilan kelishib
shu ishga daxli bo'lgan Mirxonov Muzaffar va Xalq bankini bo'lim boshlig'i Fayzi Murodlarni tuman prokuraturasiga chaqirib, ulardan bu ishlarni boshida o'g'lim turgan degan soxta ko'rsatmani majburan olganlar. Bu ko'rsatmani olishda ular ertalab ularni chaqirib prokuraturada kechqurungacha saqlab, qo'llariga kishan urib, kechqurun agar ular o'g'limga qarshi yozilgan ko'rsatmalarga qo'l qo'yib bermasa, bir kecha ichki ishlar bo'limini maxsus podvalda saqlab, mayib bo'lishlari bilan qo'rqitib, ulardan shu ko'rsatmani olganlar. Ko'rsatmalar olingandan keyin o'sha paytda soliq boshlig'i bo'lib ishlagan Azamat Kamolov, boshlig'ining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Jo'rabek Fozilov va Dehqon Toshevlardan olingan soxta ko'rsatmalarga asoslanib, soxta ko'rsatmalar yana olingan va 2023-yil 4-noyabrda o'g'limni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205, 209, 167 moddalar bilan javobgarlikka tortib, ayblov xulosasi berganlar. Ayblov xulosasida qayd qilingan o'g'lim bu ishlarni qilmaganligini va bu yerda keltirilgan ko'rsatmalarni inkor qilib ko'rsatma bergan. Shundan keyin bu ish Peshku tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudda ko'rib chiqilgan va o'g'limga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205 va 167 moddalaridan chora ko'rish bo'yicha hukm chiqarilgan. Shundan keyin men Buxoro viloyat apellyatsiya instantsiyasiga ariza bilan murojaat qildim va ariza berib, ayblov xulosasini va sudni bayonini oldim. Men sudni bayonini olganimdan keyin ayblov xulosasi ikkovini solishtirib ko'rganimda, ayblov xulosasida ko'rsatmalarda bir-birini inkor qiluvchi holatlar bo'lganligini aniqlaganimdan keyin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qildim. 2 marta birinchi, ikkinchi shikoyatimga javob bo'lmagandan keyin 2024-yil 3-may kuni Toshkentga Bosh prokuratura qabuliga bordim. Qabuliga borib, Bosh prokuror bilan uchrashishim lozimligini tushuntirganimda, u yerda ishlayotgan xodimlar menga shikoyatimga viloyat prokurorining imzosi bilan yoki Bosh prokurorning yordamchilarining imzosi bilan shikoyat xatimga javob olganimdan keyingina Bosh prokuror qabul qilishini tushuntirishdi. Shundan so'ng men o'zimning shikoyatimda shu ishga taalluqli bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni kiritib, ishni Toshkent shahrida ko'rib chiqishni aytib, ariza qoldirdim. Qo'l qo'ydirib olgan nuqson mavjud. Lekin men talabimga qaramasdan shikoyat arizasi Buxoro viloyatiga yuborilgan va Buxoro viloyatidan yuqoridagi faktlar tasdiq bo'lmaganligini, agar men norozi bo'lsam, yuqori turli prokuraturaga shikoyat qilish mumkinligi haqida tushuntirish bergan. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining portaliga murojaat qildim. Murojaatimdan keyin shu murojaatimda ham meni qo'limda qo'shimcha ma'lumotlarim borligini aytib, o'zim bilan uchrashishlarini talab qildim. Ammo bu safar ham shikoyat xatimni Buxoro viloyat prokuraturasiga yuborganlar. Buxoro viloyat prokuraturasidan Shahlo Hamroyeva degan ayol menga telefon qilib, menda qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar bor ekanligini, u xatni o'rganayotganligini aytdi. Men unga buyruqlar, javob xatlari, audio zapislarim borligini aytdim. U kishi hozir sudda ishlari ko'p ekanligini, 5 kundan keyin bo'shayman, telefonni ishlab tursin, men keyin sizni chaqiraman degan ma'lumotni menga berdi. Ammo 4 kundan keyin xatimga javob oldim. Xat javobida menga xatimda keltirilgan faktlar tasdiqlanmaganligi va agar norozi bo'lsam, yuqori turuvchi prokuraturaga shikoyat qilish mumkinligi to'g'risida ko'rsatib o'tilgan. Bundan keyin yana O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining portaliga yana ariza bilan murojaat qildim. 5-arizam men ustidan shikoyat qilgan Peshku tuman prokuraturasiga yuborilgan va prokuratura yuqori turuvchi prokuraturaga arz yozing, norozi bo'lsangiz deb menga javob bergan. Qizig'i shundaki, men Bosh prokuraturaga yozayotgan bo'lsam, Bosh prokuraturadan yuqori prokuratura bormi? Eng asosiysi, men shundan keyin Bosh prokuraturaga qabuliga kirish imkonsiz ekanligi va bu yerdan adolat topa olmasligimga ishondim va apellyatsiya sudlar jarayonida o'g'limning iltimosiga binoan himoyachi sifatida sudda qatnashdim. Mana shu sud jarayonida Azamat Kamolov
o'sha surishtiruvga chaqirilgan paytda Azamat Kamolovga bir nechta savollar bilan murojaat qildim. Birinchi murojaatim shunda bo'ldiki, men o'rtoq Azamat Kamolovga siz ayblov xulosasida 2021-yil 14-martdan ishga kelganman degansiz dedim. Bu hadeb to'g'ri tasdiqladi. Shundan so'ng agar siz 2021-yil 14-martda ishga kelgan bo'lsangiz, qanday qilib 10-martda buyruq chiqardingiz deb u kishini chiqargan buyruqlarni ko'rsatdim. U kishining qo'llari ham bor. U kishi o'zini qo'lini tan oldi va jimib qoldi. Vaholanki Azamat Kamolov O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining 4-mart 2020-dagi buyrug'i bilan Peshko'timiga tumaniga boshliq qilib yuborilgan. Shunda Azamat Kamolov meni savolimga javob bera olmasa-da, sudya Zavqi Qurbonov vaqt o'tgan, esdan chiqqan bo'lishi mumkin degan javobni berdi va meni o'tirishimni so'radi. Men yana savolim borligini aytdim. Eng qizig'i shundaki, ikkinchi savolimda men aytdim ku kishiga, agar siz haqiqatda 2024-yilda 2021-yil 4-martda ishga kelgan bo'lsangiz, o'zingizni ko'rsatmangizni yozgansizki, Jo'rabek Fozilov 2021-yil oktyabr oyidan boshqa ishga o'tganligi uchun hamma ishlar bilan Bozor Muhammad shug'ullangan degan gap aytdingiz. Shunday deb u tasdiqni berdi. Shunda men u kishiga tuman hokimining 2022-yil 11-yanvardagi qarorini ko'rsatdim. Shu qarorga asosan u kishi ishga qabul qilingan va 2022-yil 11-yanvarda ish boshlagan. Jo'rabek Fozilov o'zining prokuraturaga bergan ayblov xulosasida ham 2019-yil yanvardan 2022-yil 10-yanvargacha ishlaganligini qayd qilgan. Buni qanday izohlab berishini so'raganimda Kamolov Azamat men savollarimga javob bera olmasdan jim qoldi, ammo sudya Zavqi Qurbonov menga siz sudni chalkashtiruvchi savollar beryapsiz. Agar shunaqa savollar beradigan bo'lsangiz, men sizni sud zalidan chiqarib yuboraman deb po'pisa qildi. Qiziq, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 272-moddasida himoyachi istisno tariqasida himoyachi sud zalidan chiqarib yuborishlik qayd qilingan. Zavqiddin Qurbonov buni bila turib menga ta'zir o'tkazmoqchi bo'ldi. Xuddi shuningdek, sudga birinchi prokuratura ayblov xulosasida va birinchi sudda chaqirilmagan o'sha paytda Davlat Peshko't tuman davlat soliq inspeksiyasini jismoniy shaxslar bo'limining boshlig'i Ilhom Rajabovni taklif qildim. Ilhom Rajabov o'sha paytda soliqda jismoniy shaxslar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganligini 18-mart kuni pul kelib tushgandan keyin boshliq Kamolov Azamat kabinetiga chaqirib, bu pulni ko'rinib tarqatilmagan summa sifatida ko'rinmasligi uchun tumandagi eng katta soliqdan qarzi bo'lgan jismoniy shaxslarning hisob varaqasiga asosiy ro'yxat shakllanguncha yashirib qo'yish to'g'risida topshiriq bergan va Ilhom Rajabov tumanda eng katta qarzi bo'lgan 14 jismoniy shaxslarning 349 million so'mga pulni moslashtirish ro'yxatini tayyorlagan. Bu ro'yxatni o'sha paytdagi prognozish bo'limini mutaxassisi Obid Nematovga tashlab bergan. Obid Nematov uni kiritishni rad qilgan bo'lsa-da, shundan so'ng Azamat Kamolov o'zini pechati va muhri bilan tasdiqlab ro'yxatni bergandan keyingina bu 14 ta ro'yxatga pullarni kiritib qo'ygan. Xuddi shuningdek, Obid Nematov o'zini ko'rsatmasida bu bo'yicha Bozorov tomonidan unga hech qanaqa ta'zir o'tkazilmaganligini, ko'rsatma berilmaganligini, hattoki uni parol bilan kiritishi haqida sudda ko'rsatma berdi. Shu o'rinda bir gapni qaytarib o'tmoqchiman. Jo'rabek Fozilov ham suddagi surishtiruv davrida men jismoniy shaxslar bilan shug'ullanmaganman, bu bilan Bozorov shug'ullangan degan ko'rsatmani bergan. Vaholanki Soliq inspeksiyasining 2021-yil 15-apreldagi 24-soliq farmoni qaror buyrug'ida jismoniy shaxslar bilan ishlash shaxsan Fozilov Jo'rabekka yuklatilgan. Mana bu savolimga ham Jo'rabek Fozilov hech qanaqa javob bera olmadi. Eng achinarlisi shundaki, o'g'lim Buxoro viloyat soliq inspeksiyasi tomonidan 16-sentyabrda kelgan 25/558.449 sonli xatga javob berdi deb ko'rsatilgan. O'g'lim sudda
bu xatni men ko'rmaganman, bu xatga men javob bermaganman deb aytsa-da, sud bayonnomalarida suddan keyin u o'zi qo'l qo'yganligini tan oldi va buni bilishini tan oldi deb ko'rsatma berilgan. Bu bilan sudlar sud jarayonida bizlarni bergan ko'rsatmalarimizni yozmasdan o'zlari xo'sh o'sha bizni raqibimiz bo'lgan tomonni yonini oluvchi ko'rsatmalarni berganlar. Eng qizig'i shundaki, Davlat soliq inspeksiyasi Buxoro viloyat kengashining mutaxassisi taklif qilingan paytda Tohir Toshev, u ham Muhammad Bozorovni imzosiga emasligini hamda Bozorovni bunaqa pulni tarqatishga vakolati yo'q ekanligini aytdi. Vaholanki Kamolov Azamat o'zining ayblov xulosasida bergan ko'rsatmasida Muhammad Bozorovning login paroli bilan pullar tarqatilgan degan gapni aytgan. Buni izohlab berishini so'raganimda u kishi menga "Men birovdan eshitdim, yolg'on ekan" deb qo'ydi va tan oldi. Ammo sud protokollarida bu narsa qayd qilingan bo'lsa-da, sudni ajrimini chiqarish jarayonida bu narsa inobatga olinmadi. Eng achinarlisi, mana shu xatni razbori bo'lgan paytda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyalari tomonidan o'sha paytda 21-yilda Peshku tuman soliq inspeksiyasida tashkiliy bo'lim mudiri bo'lib ishlagan Iroda Nasriddinova so'roq qilinganda, Iroda Nasriddinova ham bu xatni u yozmaganligini, bu xatdan uni xabari yo'q ekanligini aytdi. Bu yerda bir narsaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Har bitta berilgan javobda yashiringan kod bor, 10 raqamli. Mana shu Azamat o'zini bergan 2021 sentyabrdagi bergan javobini o'zi qo'l qo'ygan, uni u tan oldi. Mana shu kodda mana raqamlar ko'rinadi. Mana shu kod bilan o'g'limning nomidan ham soxtalashtirib javob xati chiqarilgan. Bu haqda Iroda Nasriddinova va Buxoro viloyat soliq inspeksiyasi xodimi Avaz Rajabovlarni so'raganimizda, mana shu yashirin kodlar qo'l qo'ygan kishining kodi ekanligini aytdi. Haqiqatda o'g'lim qo'l qo'ygan xatlarda o'g'limning kodi oxiri 1014 mana. 1014. Lekin soxta xatda, ikkita xatda ham oxirgi raqam 3263. Azamatning xatida ham, o'g'limning xatida ham. Sudlarda mana shunaqa adolatsizliklarni, sudda biza aytgan gaplarni qayd qilinmaganligini va sud tomonidan bu narsa inobatga olinmaganligini norizo bo'ldim. Mana shunda viloyat prokuraturasidan vakil bo'lib qatnashgan Nodir Tolibov o'sha paytdagi jismoniy shaxslar bo'limini boshlig'i Ilhom Rajabovning haqiqatda Azamat Kamolovning buyrug'i bilan 14 ta kishining ro'yxatini tahlil berganligi, Obid Ne'matovning Kamolov rahbarning Kamolov Azamatni topshiriq bilan vaqtincha kiritib qo'yganligini, keyingi marta 2019 ga tarqatgan paytda e'tiroz bildirganligini va shaxsan Kamolov Azamatni buyrug'i bilan kiritganligini aytgandan keyin Nodir Tolibov mana shu materialni prokuraturaga qayta tergovga qaytarishni so'rab sudga murojaat qildi. Ammo sud bu taklifni rad qildi. Sudlarda shunday holat bo'lgandan keyin 2 marta 2024-yil 20-aprelda va 2025-yil 15-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti portaliga murojaat qildi. Mana shu portalga murojaat qilgandan keyin meni murojaatlarim men faoliyatdan norizo bo'lib yozgan Peshku tuman sudiga yuborildi. Peshku tuman sudidan faktlar tasdiqlanmaganligi va agar men norizo bo'lsam yuqori turuvchi organga murojaat qilishim mumkinligi haqida ko'rsatilgan. Qiziq. O'zbekiston Respublikasi portalidan ham yuqori tashkilot bormi? Hurmatli Shavkat Miromonovich, men sizdan adolatni qaror toptirishda, haqiqiy o'g'limni qilmagan ishi uchun jazolashlardan qoldirishlarini shu ishni nazoratga olib, menga amaliy yordam berishni iltimos qilib so'rayman. Adolat o'zingiz aytganday, adolat muqarrar. Siz demokratiyani amalga oshirib, ochiqlik siyosatini olib borayotgan bir paytingizda men sizga ishonaman va sizga shunday murojaat qildim. Rahmat.